Kip qo'linglar aroq magazinga mana qizim kip qo'lni mana aroq magazinda xohlagancha aroqlar olishinglar mumkin. Bizlar savdogarimiz Lafuz, men aroq sotuvchi. Bu mana qizim aroq olib ketdi. Uni oldi. Yaxshi. Bu mana bitta qiz alkash ekan, bo'ldi bildik buni. Nima qilyapsiz siz? Okey, endi pulimiz yetadi. Yana bitta aroq zakaz qilaveraman. Mana qiz aroq so'rayapti, aroq olyapti. Nima? Qanday tushunsa bo'ladi? Bola chaqamizni o'ylaganda qiz bola. Bo'ldi, aroq zakaz qildim, yana bitta keldi. Aroqlar VIP aroqlar hamma qiz bola aroq olib ketyapti. What the fuck? Prosta ikkita aroq oldi, bitta qiz kulib turibdi menga. $50 berdi, $7 narsa uchun. Hozir $43'mi? $50 berdi, $6 narsa uchun. $44 qaytarishim kerak. Yanda $3 aroq uchun $50 beryapti. Aroq arzon narxlarda aroqimiz u ulayda aroq narx ko'tarilsa ham bo'lyapti ammo. Yomon tashnada qizlar. Okey, aroqlarning narxini ko'tarib qo'yamiz, $5 qilib qo'yamiz. $5 davay. Menga ideya bu, qizlar kelayotgan paytda aroqning narxini ko'tarib qo'yamiz. Aroq bor, dunyo yaxshi. Yopildik biz. Yopildik biz. Ana $10 narsa uchun $50. To'xtang, yana bittasi aroq olgan kiri yopilganmiz biz. Aytayapman, kechasi yomon ko'p bo'lar klientlar deb. Tez ishingizga, tez. Kechqurun aroq $10. Open kechqurunga suyas. $10lik. Kechqurungi smina. Ulayda aroqda mashqasi $10lik bo'lamiz. Ulay. Ichida zahar qo'shilgan, yaxshi. Mazza ketadi lekin shoni. Omay ketdi. Hech kim kelyaptimi? Oda. Ulayda ishonaman, $10gina-yu. Voy. To'xtang. 6 bo'ldi. Ulay $6 atiga. Ulay mana. Savdo yaxshi. Kechki seminada endi $1 ko'tarib qo'yamiz.